Akalar 721 Motorsda BYD Champion 2024-yil gibrid 15000 probekda mashinamizga sotuvga keldi. Mashinamiz ikkinchi pozitsiya 110 km yuradigani. Orqa taraf ko'rinishlari. Общий benzin bilan elektrda 1110 km yuradigani. Kraskasi ikkita detalda bor, ichlariga o'tmagan. Bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Oqqa jigarli salon. 150 talik saloni bilan bir xil. Salonlar yangi, o'z mashinamiz ham yangi turibdi. Probeglarni ko'rishingiz mumkin. 15000 km yurgan. Monitorlari. 3-pozitsiya bilan почти bir xil Abduf abogreflari bor. Farqi 150 km, 110 km, почти bir xil yuradi ikkalasi. Orqa salon ko'rinishi. Orqalarni ko'rishingiz mumkin. Hali hech kim o'tirishga ham ulgurmagan. Katta panorama tom. Orqalari. Akalar bagaj holatlarini ko'rishingiz mumkin. Bagajlari zo'r turibdi. Uyda qo'yadigan zavodskiy zaradkalari. Bu mashinamiz ofitsialnidan olingan, garantiyali. Hamma narsasi bor. Mana sveji turibdi, hech narsa ishlatilmagan. Переходниклari ham bor, 380 uyga to'k beradiganlari bor. O'sha nimasi chiqsa zavodskiy hamma narsasi bor. Bagajlar elektr privetda. BYD Champion gibrid 2024-yil ishlab chiqarilgan 15000 yurgan mashinamizdan sizlarga 24100 AQSh dollar qilib beramiz.